Assalomu alaykum muhtaram prezident. Irrigatsiya institutining tadqiqotchisiman va shu vaqtning o'zida Interhouse maktabidan ham STEAM darslarini o'taman. Hozirgi paytda tadqiqotlarimiz natijasida olgan uskunamiz suvning kirligi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ichimlik va ikkilamchi ehtiyojlar uchun xalqimizga suv yetkazib bera olish imkoniyatini beryapti. Va hozir O'zbekistonning oddiy o'qituvchi tomonidan ishlab chiqilgan uskuna Amerika Qo'shma Shtatlarining Yuta shtatida ishlatilmoqda. Eng yaxshi muhandis ko'rik tanlovida ishtirok etdim va faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va siz tomonidan taqdim etilgan elektromobil sohibi bo'ldim. Shu kunda bir narsani tushunib yetdimki, taqdirlangandan keyin qo'limga shu elektromobil kalitini olgandan keyin uyga shoshdim. Yo'lda ketayotganimda dan xodimlari yo'limni ochib berar, yo'ldagi odamlar avtomobilni to'xtatib, oynani tushirib qarab, "Sportchimisiz?" deb. Men mag'rurlanib, "Yo'q, olimman" dedim. Xalqimiz shunchalik ilmga qiziqishiga men xursand bo'lib ketdim. Ota-onamga shu kalitni qo'limga berganda, ularni meni ilm olishim uchun voz kechgan narsalari to'g'ri ekanligi, meni ilmga berganliklari to'g'ri ekanligini men tushunib yetdim. Olim o'rganish uchun kitob oldida bosh egadi. Shu yosh innovatorlar nomidan shu qaddimiz mag'rur bo'lgani uchun sizga kattakon tashakkur bildiraman. O'zimni Olimpiada chempionlaridek hozir his qilyapman. Kattakon rahmat. Yana bir marta E'zozbek farzandim, avvalambor meni nomimdan bugun ota-onaga katta rahmat deb qo'ygin. Sandak farzandim borligidan men ham g'ururlanaman. Rahmat. Sog' bo'lgin, ishlaringda muvaffaqiyat, to'xtamagin.